Nima uzr aka? Men e'tiborsiz bo'lib qolman. Haligi mashinangizni o'zim tozalatib beraman. To'g'risi, oldingizda nima desam, noqulay vaziyatdaman. Necha marta qilma desam qilaveradi. Hali sho'xda. Hech qisi yo'q. Hozir 1 daqiqa. Mana bu senga. Olaver. Ahmad amaki. Ha, mashinangiz eng so'nggi markadagi mashina ekan-a? Shunaqa. Agar menda ham shunaqa mashina bo'lganida, har kuni yuvib haydagan bo'lardim. Havasdan-da, aka. Xudo xohlasa, sizda bundan ham yaxshisi bo'ladi. Mayli, rahmat. Biz bora qolamiz, qani ketdik. Menga ham Alloh farzand bersaydi, har kuni aylantirishga olib chiqqan bo'lardim.